Assalamualaikum hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunlarini diqqatingizga sunamiz. Yapon vaqt gazetining 7 martdagi xabariga qaraganda, Xitoy raisi Shi Jinping milliy birlikni parchalashga uringan har qanday ishga yo'l qo'ymaydiganligini tilga olib, huzursuzlik va inson haqlari dafsanchiligiga yo'l ochadigan assimilyatsiya, irqiy qirg'inchilik siyosati ching turadiganligini bildirgan. Bu hafta Xitoy Xalq Cumhuriyatining qonun chiqarish organi va yuqori darajalik siyosiy maslahat kengashi organi yillik yig'inini Beyjingda o'tkazgan. Xinhua to'rining shanba kunidagi xabariga qaraganda, mamlakatlar xalq qurultayining xulosasida Shi Jinpingning milliy ittifoqlik va inoqlik bo'lmasa, davlat yimiriladi. Jamiyat muqimsizlashadi, shundaqla kishilar azoblanadi deganligi xotirlangan. Shi Jinping ilgari Mongoliyadan kelgan vakillar o'mkiga maktablarda Mongol tilini amaldan qoldirish, Xitoy tilini yo'lga qo'yishga aloqador barliq millatlar ittifoq va inoq turmush kechirgandala ondan gullangan davlat, muqim jamiyat va baxtli xalq bo'la oladi degan. Shi Jinping yillik qonun chiqarish yig'inining birinchi kuni ichki Mongol vakillari bilan gruppa muzokarasiga qatnashib, amaldorlarning hukumatning Junxo davlati qurishi uchun bir qator tadbirlarni qo'llanishini talab qilgan. Shi Jinping Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga irqiy qirg'inchilik yurgizib, ularning milliy kiyim-kechaklarini, ona tilini, diniy e'tiqodini, kulturini yo'qotmoqda. Millionlagan insonlarni turma va jazo lagerlariga qamab, ig'ir zulm qilmoqda. Bolalarni oilalaridan ayirib, ixtiy qilib yetishtirmoqda. Shi Jinping Junxo millati uchun kuchli kollektiv o'yinni taraqqiy qildirishda cho'qim ko'rgili va his qilg'ili bo'ladigan xizmatlarni ishlab qolmay, yana nurg'unlagan ko'zga cheliqmaydigan nozik tirishchanliklarni ko'rsatish kerak dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Shi Jinping yana ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkiston, Janubiy Mongoliya va Tibetdagi Xitoy bo'lmagan xalqlarga qarata mustamlaka qilish, irqiy qirg'inchilik yurgizish, assimilyatsiya qilish harakatini davomlashtiradiganligining signalini yana bir qatim berdi dedi. CNN xabar kanalining 7 martdagi xabariga qaraganda, G'arb amaldorlari Vladimir Zelenskiy rahbarligidagi surgundi hukumatni qanday qo'llaydiganligini muzokara qilishgan. Aloqador mas'ullarning aytishicha, Ukraina prezidenti Zelenskiy va uning yuqori darajalik amaldorlarining Ukrainaning g'arbidagi Lvivga ko'chishidan tortib, Ukrainadan butunlay qochib chiqib, Polshada yangi hukumat qurishigacha bo'lgan mumkinchiliklar muzokara qilingan. Bu dastlabki bosqichdagi mulohaza bo'lib, hech qanday qaror chiqarilmagan. G'arbning 2 nafar diplomatik amaldorining aytishicha, G'arb amaldorlari Zelenskiy bilan surgundi hukumatni muzokara qilishdan ehtiyot qilgan. Chunki Zelenskiy Kiyevda qolishni xohlaydi. U Rossiya bilan kurash qilishdan boshqa har qanday temadagi maslahatni rad qilgan. G'arb amaldorlari yana agar Kiyev qo'ldan ketganda Zelenskiyning sirtqa chiqishni xohlamasligi yoki imkonning bo'lmasligidek ahvol ostida Zelenskiy hukumatining bir necha a'zosini hukumat qurollaydigan tashqi o'ringa avatishni muzokaralashgan. Amerika davlat kotibi Antony Blinken yakshanba kuni CBC muxbiriga Ukrainaliklarning planlarining borligini, bu yerda uning tafsiloti haqida to'xtalishni xohlamaydiganligini bildirgan. G'arb axborotining yuqori darajalik amaldori barliq ishoratlarning Putinning to'xtamaydiganligini tushuntirayotganligini aytgan. G'arb amaldorlari Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining Ukrainaning g'arbiy qismidagi bir yerda uchish cheklangan rayon qurish mumkinchiligini aytgan. Axborot amaldorlarining aytishicha, bu Zelenskiy hukumatining put tirab turishi hamda Ukrainaning Rossiya armiyasiga qarshi qo'zg'algan ko'tarishga imkon yaratadigan. Ammo Kiyevning saqlanib qolishini talab qilmaydi ekan. Amaldorlarning aytishicha, ba'zi alomatlarga qaraganda Ukrainaliklar markazlik bir kontrol va qo'mondonlik bo'lmagan ahvol ostida urushni davomlashtira oladi ekan. Manbalarning qarashicha, Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti davlatning har qanday yerida uchish cheklangan rayon qurishni rad qilganlikdan Ukrainaning g'arbida uchish cheklangan rayon qurmaydiganligi ma'lum. Ba'zi manbalarning aytishicha, uchish cheklangan rayonni Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti emas, balki xolis ittifoqning moslashtirishi mumkin ekan. G'arbning Ukrainadagi isyonni qo'llashi to'g'risida Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga a'zo davlatlar o'rtasida o'xshamagan qarashlar yuz bergan bo'lsa-mu, Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga a'zo bo'lmagan davlatlar Rossiyadan keladigan ziyonni o'ylab texmi xohlamaydi ekan. Sharq Turkiston surgundi hukumati buningga inkos qaytirib, biz surgundi hukumat bo'lish sifatimiz bilan Ukraina hukumatining surgundi hukumat ahvoliga tushib qolmasligi uchun duo qilamiz.
Amerika və Yevropa Ukrayna və onun hökumətinin ağdırılıb ketməsligiga kafolatlik qilish üçün plan tuzish kerak dedi. Mirror xəbər kanalının 3 mart xəbəriga qaraganda, Xitay tajovuzchi amaldorlari 2022 yillik Beyjingda o'tkaziladigan qishliq olimpik tantarbiya musobaqasiga daxli yetkazishdan saqlanish uchun Rossiyadan Ukrainaga tajovuz qilishni kechiktirishni talab qilgan deb ayblangan. Ukrayna tənərkətçilərinin müsabaqaga Rossiya Olimpik Komiteti bayraqı astida qatnashishiga ruxsat qilingan. Olimpik müsabaqasi oxirlashgandan keyin Rossiya qo'shni davlat Ukrainaga keng ko'lamda tajovuz qilgan. To'qinish boshlangandan buyon 1 milliondan ortiq Ukraina fuqarosi chegaraga qochgan. Qazo qilganlarning sonining ortishiga ergishib, 40 ingliz mili uzunlikdagi Rossiya harbiy mashinasi poytaxt Kiyevga qarab yo'lga chiqqan. New York vaqt gazetining portlash xarakterlik dokladida Xitoyning yuqori darajalik amaldorlari 2 oyning 5ida Rossiya amaldorlariga jang e'lon qilishni kechiktirishni talab qilgan. Ikki davlat o'rtasidagi almashtirishga oid uchurlar G'arb axborot organi tomonidan tekshirilgan va uni tekshirgan amaldorlar ishonchli deb qaralgan. Amerika axborot vositalarining aytishicha, bu uchurlar Amerikadagi yuqori darajalik amaldorlar va ittifoqdosh hukumatlar Vladimir Putinning Ukrainaga qachon hujum qo'zg'aydiganligini faraz qilganda mahirlangan. Xitoy bu ayblashlarni rad qilgan. Xitoyning Washingtonda turishliq bosh elchisi Liu Pingyu bu farazlarning asossiz ekanligini va Xitoyni ayblashdan boshqa ishga yaramaydiganligini aytgan. Qishliq tantarbiya musobaqasi o'tgan yakshanba kuni oxirlashgan. 4 mart kuni hech bir Rus va Belarus tənərkətçisining musobaqaga qatnashmaydiganligi aniqlangan. Bizdən avlodlarimizga qoladigan eng cho'ng meros hurlik uchun kurash qilish, haqiqatni yeyish badaliga jon berish bo'ladi. Avlodlarimiz erkinlik va mustaqillik uchun elib berilgan urushlarning quyruqi emas, beshi bo'lishi kerak. Ey Allohning suyimli qullari, ey vatan tog'larining tangdoshsiz zinnati, hurmatli qo'g'duvchilar. Bu vatan sizning. Allah haqiqat va vatani uchun kurash qilganlarga yordam qiladi. Erkinlikimiz rəhimsizlik və ziyonkashlikka qarshi to'kilgan qon bilan qo'lga keladi. Musulmonlar qul qilmoqchi bo'lgan zolim hokimiyatlarga qarshi kurash qilish kerak deydi Kavkaz qahramoni Sheyx Shamil. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'ngilinglar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.